Nurobod tumanining Lalmi va Adirli yerlarida ulkan o'zgarishlar boshlandi. Endilikda bu yerlar nafaqat yaylov, balki tumanning yangi iqtisodiy drayveri pista plantatsiyalariga aylanmoqda. Prezident topshirig'iga asosan Nurobodda 2036-yilgacha 50 ming gektar maydonda pistazorlar barpo etiladi. Davlat byudjetidan ajratilgan 21 milliard so'm mablag' evaziga hududda sug'orish tizimi yo'lga qo'yilmoqda. 50 ta tik hudud va suv havzalari barpo etilib, to'liq tomchilatib sug'orish texnologiyasi joriy etiladi. Oxirgi 10 yil, 15 yillikda iqlim o'zgarishi deyapmiz, yerda ostida suv sathlarining tushib ketishi, yog'ingarchilik miqdorlarining kamayib ketishi oqibatida mana Nurobod tumani o'zi yerlari lalmi va yaylov yerlaridan iborat. O'sha yaylovlardan noto'g'ri foydalanish, yog'in miqdorining kamligi, bu yerlar degradatsiyaga uchrab, juda ham o'zini holatini yo'qotish darajasiga kelib qoldi. Yaqinda prezidentimizning topshiriqlari chiqdi. Nurobod tumanining zaxira yerlaridan 50 ming gektar lalmi joylardan Sarayqo'rg'on davlat o'rmon fondi yerlariga o'tkazib berish to'g'risida. Bunda 50 ming gektar yerni 10 yillik dastur qilib biz oldimizga maqsad qo'yganmiz. Har yiliga 5 ming gektardan pista plantatsiyalarini tashkil qilib, pistazorlar bilan o'sha degradatsiyaga uchragan yerlarni qoplash bo'yicha. Juda ham yaxshi ob-havo bo'ldi. Kelgan pistalar 90% ga ko'kargan. Bu yilgi rejamiz 5 ming gektar. O'sha 5 ming gektar bo'yicha juda ham katta amaliy ishlar boshlangan. Mana shu 1 yil, 2 yildan o'tib olsak, pista juda ham suvsizlikka chidamli daraxt hisoblanadi. Mana shu pistazorlarni barpo qilishda mana butun viloyat o'rmon xo'jaliklari rahbarlari boshchiligida xodimlari bilan mana shu pista plantatsiyalarini barpo etishga bel bog'lashgan. Pistani biz O'rmonchilik ilmiy instituti professor olimlari bilan doimiy ravishda birgalikda ish olib boryapmiz. Qayerda qanaqa nav bo'ladi? Hozirgi kunda mana shu joyga qanaqa pista navlarini ekilishini o'sha olimlarni tavsiyasi bilan olib borilyapti. Nurobod tumani tanlanganligi sababi pistani ko'karuvchanligi, hosil berish darajasi dengiz sathidan balandligiga ham qaraydida. Aynan Nurobod tumanining yerlari, mana shu suv ombor atroflari o'sha pistani o'sib, rivojlanib, hosil berishiga juda ham mos, qulay joylar. Bu chunki amaliyotda isbotlangan. Mana shu suv ombor atroflarida hozirgi kungacha 5 ming gektar pistazorlar barpo qilingan. 49-yildan beri boshlab ekish boshlangan. Hozirgi kunda juda ham katta daraxt bo'lib, hosil berib, mana shu atrofdagi qishloq aholisi o'shadan foydalanib, mana davlatga ham, o'sha mahalliy aholiga ham foyda berib kelmoqda. Bu shunchaki bog' emas, balki aholi bandligi uchun katta imkoniyatdir. 500 dan ortiq ishsiz va kam ta'minlangan fuqarolar doimiy ish bilan ta'minlanadi. Har bir oilaga 5 gektardan 10 gektargacha yer pudrat asosida ajratib beriladi. Nurobod tumaniga tashkil etilgan pistazorlarga bizning Darg'om o'rmon xo'jaligimiz tomonidan 140 ming dona ko'chat ekilish kerak. 500 gektarga shudgorlab 6 ga 6 sxema ekib borilyapti. Urug'dan, niholdan shu gektarga 280 donadan ketganga 1 yilga 500 gektarga ekishimizga 140 ming dona ko'chat sarflanishi kerak. O'shandan hozir kecha kunimizga bahorga bir 50% ni ekdik. Ko'karuvchanligi 90-95% hozir kecha kunimizga tashkil qiladi. Qolgani 1 yilga kuz mavsumiga, bahor mavsumiga ekiladi. Bu 10 yilga hisoblaydigan bo'lsak, 10 yilga bizlar 5 ming gektar pistazor tashkil qilishimiz uchun 1 million 400 ming dona urug' yoki ko'chat niholasidan ekishimiz kerak. Pista qurg'oqchilikka va 40 daraja sovuqqa chidamli, 1000 yilgacha yashaydigan xazinadir. U ilk 3 yilda sug'orilsa kifoya, keyinchalik ildizi yer ostidan o'zi namlik ola boshlaydi. To'g'ri parvarish bilan gektariga 5-6 tonagacha hosil olish mumkin. Yuqori dietik xususiyatga ega mahsulot jahon bozorida xaridorgir. Nurobodning lalmi qirlari tez orada viloyat eksport salohiyatini oshiruvchi va minglab oilalarga farovonlik keltiruvchi yashil maydonlarga aylanadi. Ilm va mehnat birlashgan joyda baraka bo'ladi.